Zulfiya ancha moslashib qopti-ku. Balov. Lekin men aytgan odamni topdim ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Kamchiliklar yo'qmi? Choyingiz bor? Yo'q, kamchilik yo'q. Rahmat singlim. Ana, menimcha topibdi shekilli. Hozir shirinlik olib kelaman. Yaxshi o'tiribsiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, Mana sizga rahmat. shirinlik olib keldim. Baraka toping, rahmat. Yeb oling. Bu qizni tajribasi yo'qligi sezilyapti Zilola. Axir bu mijozda pul yo'q. Bo'lsa ham yetmaydi. To'g'risida. Qo'yavering. Pul yo'q bo'lsa Zulfiyani o'zi to'laydi. Yaxshi o'tiribsizmi, amaki? Mana, sizdan 250 ming so'm bo'ldi, amaki. Nima? Nimalar deyapsiz, singlim? O'z ko'chadan olib kirdingiz-ku meni. Yuring, tekinga ovqat beraman deb. Voy, nimalar deyapsiz? O'zi arzimagan pulga ishlasam, ishga yeb olib, endi nima o'zingizni jinnilikka solyapsiz? Chiqaring pulni. Men shuncha pulni qayerdan olaman hozir? Ertalabdan kechgacha Vaqt bo'ldi, men ketdim. O'zi arzimagan oylikka ishlasam, tavba. Qani bo'ling, pulni chiqaring. Pulim yo'q, unaqa pulim yo'q-ku. Uzr, kechirasiz. Nima bo'lyapti? Yosh katta odamga ham shunaqa muomala qiladimi? Nega siz aralashyapsiz? Men bu odam uchun yonimdan pul to'lashim kerakmi? Puli yo'q bo'lsa bu yerga kirib nima qiladi? Pastroq gapiring, iltimos. Nima gap? Nima hamma narsa pul bilan o'lchanadimi sizningcha? Haligi xo'jayin, Bo'ldi, gap ko'paytirmanglar. Men o'zim beraman bu odam uchun pulni. Mana. Ushing. lekin bu ko'p-ku. Bundan keyin ham shu amakiga o'xshagan odamlar kirib qoladigan bo'lsa, pulini olmasdan chiqarib yorasiz. O'shaning uchun berdim. Rahmat. Menga qara. Bu nima qilganing? Bugunni o'zi